Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazida adabiy tadbir tashkil etildi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist adib Aliqul Xonimqulovning Sudxo'rning qabul kunlari kitobi taqdimoti bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz ayni mavzuda. Sirdaryo viloyati ma'naviyat va ma'rifat markazida taniqli yozuvchi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist Aliqul Xonimqulovning Sudxo'rning qabul kunlari kitobi taqdimoti bo'lib o'tdi. Mazkur tadbir adabiyot ixlosmandlari, ijod ahli hamda keng jamoatchilik ishtirokida tashkil etildi. Tadbirni O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Sirdaryo viloyati bo'limi rahbari olib bordi. U o'z so'zida Aliqul Xonimqulovning ijodiy faoliyati, jurnalistika va adabiyot sohasidagi o'rni haqida atroflicha to'xtaldi. Aliqul akani har bir yozganlarida o'sha qishloq odamlarini samimiyati, qishloq odamlarini hayoti va bugungi tinch farovon kunlarimiz uchun o'sha urushlarda, janglarda qon kechgan insonlarning qismati va bugungi farovon kunimiz uchun turli mehnat jabhalarida cho'llarni o'zlashtirgan deymizmi, bog'roqlar yaratgan, uy-joylar qurgan kishilar deymizmi, hammasini hayoti bus-butiligicha o'z ifodasini topgan. Bu albatta oddiy so'zlar tizmasi emas, balki nasrdagi nazm deb atasak ham bo'ladi. Ijodkor o'z faoliyatini Sirdaryo haqiqati, hozirgi Yangi Sirdaryo gazetasida boshlagan. Keyinchalik Xalq so'zi gazetasida samarali mehnat qilgan. Uning publitsistik maqolalari dolzarb mavzularni qamrab olgani, uslubining ta'sirchanligi bilan o'quvchilar e'tiborini qozongan. So'nggi yillarda publitsist roman janrlarida samarali mehnat qilmoqdaki, bu asarlar adabiyotga berilayotgan ulkan xazina desak, yanglishmaymiz. Taqdimotda faxriy jurnalistlar va san'at namoyandalari ishtirok etib, muallifni yangi asar bilan tabrikladilar hamda o'z fikr-mulohazalarini bildirdilar. Ayniqsa ijodkor o'quvchilarning bu uchrashuvda ishtirok etishi yosh qalam egalariga olam zavq ulashdi. Bunda adibning hayoti, bu asarni yozishga bo'lgan sababi va bu asarni mazmunini haqida bilib olmoqdamiz. Mazkur asar bevosita bizni o'ziga jalb qildi va o'qishga bo'lgan qiziqishimizni oshirdi. Tadbir davomida yosh kitobxonlar muallifdan dastxatlar olishdi. Kitob taqdimoti ishtirokchilarga yuksak ma'naviy kayfiyat bag'ishlab, adabiyotga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishga xizmat qildi.